Ke o'rtoq. Yaxshimisan? Mashinamni ol, telefonimni ham ol, men buni ham ol. Nima qilaman bularni? O'rtoq, hamma pulimni beraman. Nimaga? Kerak bo'lsa uyimni ham beraman. Faqat menga o'rgatgin. Qanaqa bunchalik baxtlisan o'rtoq? Gap bu yoqda degin. Ol o'zingga bersin. Chunki men hech kimni sotib olmaganman. Tushunmadim. Uchrashuvga birinchi marta chiqqaningda nima qiluvding? Qiz rozi bo'lmayapti o'g'lim. Adasiga ayting. Mahrga uy sovg'a qilarkan-deng. Qiz norozi bo'lsa ham sen pulingga sotib olding. Keyin nima bo'ldi? Ertasi kuni zo'r ina-barka olib berding xotiningga. Bu senga. Xuddiki u ina-markadan keyin seni sevib qoladigandek. Endi tushungandirsan. Million puling bo'lsa ham baxt sotib ola olmaysan. Qurbing yetmaydi.